Intim lazer olishdan oldin UZI tekshiruvdan o'tishni har doim ta'kidlab o'taman. Chunki intim lazer qilayotgan paytda qizish holati kuzatiladi, ya'ni o'sish berishi mumkin yoki qon ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Miomani turlari har xil bo'lishi mumkin. O'suvchi miomalar va eski, ya'ni ancha yildan beri qotuvchi miomalar bor. Intim lazer olishdan oldin albatta UZI tekshiruvdan o'tishni har doim ta'kidlab o'taman. Hattoki ko'p ayollar faqat tekshiruvda bilishi mumkin bachadon miomasi borligini. Ya'ni hech narsa bezovta qilmaydi, og'riq yo'q, hayz ko'p kelmaydi, qon ketishlar yo'q. Shunchaki oddiy tekshiruvda bilib qolishi mumkin. Shuning uchun intim lazer qilishdan oldin UZI qilishni tavsiya qilaman. Xo'sh, miomangiz borligini bildingiz, lekin miomalar aytganimdek UZI tekshirilganda Doppler rejimida ko'riladi. Ya'ni kravotok, qon aylanishi bormi yoki yo'qmi? Odatda agar qon aylanishi bor bo'lsa, bular o'suvchi miomalar hisoblanadi va bunday ayollarga intim lazer tavsiya qilinmaydi. Chunki intim lazer qilayotgan paytda ozgina qizish holati kuzatiladi mahalliy va buning oqibatida qon aylanishi kuchayadi va bachadon miomasiga rost, ya'ni o'sish berishi mumkin yoki qon ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun bachadon miomasini qilishdan oldin shu narsani tavsiya qilaman. Lekin agar eski miomalar bo'lsa, UZI tekshiruvida qon aylanishi yo'q, bu eski, o'smagan kichkina mioma desa ham, shunda ham intim lazerni ehtiyotkorlik bilan yoki umuman qilmaslikni tavsiya qilaman.